Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, xayrli kun barchaga. Bugun yana navbatdagi o'yinimizni chiqarishga qaror qildik. Bu o'yinimizni o'ziz istalgancha nomlashingiz mumkin. Masalan, maqsad va natija shunga o'xshash. Ya'ni o'quvchi ushbu o'yinda agar savolga to'g'ri javob bersa, nayzacha markazga uriladi. Aks holda noto'g'ri javob beradigan bo'lsa, videoda keltirib o'tilgan afsus deya yozuv chiqadi va nayzacha markazga emas, chetga uriladi yoki bo'lmasa tushib ketadi. Qachonki o'quvchi to'g'ri javob bersagina markazga uriladi videodagi singari. Birin-ketinlik bilan savollarni ishlaymiz va yakunda natijani saytning o'zi e'lon qiladi. Ushbu o'yin havolasini demak yozib ketamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz, ko'proq shunaqa o'yinlarni chiqarishga harakat qilamiz. Ushbu o'yin ham informatika fani ustozlariga moslashtirilgan bo'lib, ochiq darsingiz davomida bemalol foydalanishingiz mumkin. Ushbu o'yinlar kabi o'yinlarda dars davomida foydalanish darsingizni ham qiziqarli, samarali qiladi. O'quvchilarni dars jarayoniga jalb qilishda judayam sizga ajoyib vosita bo'lib xizmat qiladi. Like va obuna bo'lishni unutmang. Qo'llab-quvvatlasangiz biz shuncha ko'proq va tezroq videolarni chiqarishda davom etamiz.